Kim namozni o'z vaqtidan kechiktirib o'qishga odatlangan bo'lsa, bas u hayotidagi har bir ishi kechikishiga tayyor tursin. Uylanish, uyli joyli bo'lish, shaxsiy boylik, biror joyda ishlash, farzand ko'rish, huzur halovat kabi namozga qilgan adolating qadar hayot senga adolat qiladi. Bilmaysanmi? Namozga chaqirilganda falah najotga ham chaqirilishini, sen namozga va najotga bo'lgan chaqiriqni eshita turib, unga javob qilmaysan-u, qanday qilib Allohdan shaxsiy ishlaringda najotga erishmoqni so'raysan? Shayx Muhammad Rotib Nobulsi. Kullul qulubi ilal habibi tamil.